Ijtimoiy tarmoqlarda noma'lum shaxs ayol kishiga nisbatan uyatsiz buzuq harakatlar sodir etganligi haqidagi xabar tarqalib, turli muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Mazkur holat yuzasidan quyidagilarni ma'lum qilamiz. Voqea joriy yilning 6-yanvar kuni taxminan soat 18:50larda Uchtepa tumani Lutfiy ko'chasida sodir bo'lgan. Yo'l tarafiga o'tmoqchi edim. Menga noma'lum shaxs noo'rin xatti-harakatlari bilan meni tarafga kelyotdi. Men uni aylanib o'tib, yo'lning tarafiga o'tdim. Yer osti yo'lagiga tushib, ketayotganimda yo'lning o'rtasida o'sha notanish odam yana qarshimga chiqib, menga yana noo'rin xatti-harakatlar qilib, yo'limni to'sishni boshladi. Men uni itarib, yugurib chiqib, ostanovkaga chiqdim. O'tda ichki ishlar xodimlariga telefon qildim. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida noma'lum shaxsning shaxsi aniqlandi. U 1993-yilda tug'ilgan Andrey bo'lib, ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan ushlandi. Вчера, 6 января, я выпил и проходя мимо через подземный переход, я показал девушке свои гениталии, тем самым ее напугав. У меня такое первый раз, я сам не ожидал. Девушка очень сильно напугалась. Я искренне прошу у нее прощения за свой поступок. Такого больше не будет. Mazkur holat yuzasidan Uchtepa tumani Ichki ishlar organlari faoliyati muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, hujjatlar qonuniy chora ko'rishlik uchun jinoyat ishlari bo'yicha tuman sudiga yuborilgan. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41 moddasi, 183-moddasi va 194-moddasi birinchi qismida ko'rsatilgan huquqbuzarliklarni sodir qilgan deb topilsin hamda unga o'tashlik uchun uzil-kesil 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Ichki ishlar xodimlariga kattakon rahmat. Srazu menga yordam ko'rsatganligi uchun kattakon rahmat deb qolaman. Shu o'rinda eslatib o'tamiz. Toshkent shahridagi yer osti va yer usti yo'laklari, avtoturargohlar, barcha toifadagi jamoat joylarida kuzatuv kameralari o'rnatilgan hamda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasining yagona tezkor boshqaruv markaziga integratsiya qilingan. Hurmatli fuqarolar, sizning xavfsizligingiz ishonchli qo'llarda. Ijtimoiy tarmoqlarda 2 nafar fuqaro yo'lning qatnov qismida bir-biri bilan janjallashayotganligi aks etgan video tarqalib, turli muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Mazkur holat yuzasidan quyidagilarni ma'lum qilamiz. Joriy yilning 6-yanvar kuni Shayxontohur tumanining aynan mana shu Islom Karimov ko'chasida 2 nafar haydovchi, ya'ni BYD hamda Nexia 3 rusumli avtomashinalar haydovchilari o'rtasida o'zaro yo'l talashish oqibatida janjal yuzaga keladi. Janjal oqibatida zarar ko'rganlar yoki tan jarohati olganlar yo'q. Sal tushunmovchilik yuzasidan yo'lda ketayotganimizda yo'l talashib bir-birimizga sal qo'pollik qilib qo'ydik. Qilgan ishimni noto'g'ri deb o'ylayman. O'shaning uchun uzr so'rayman, boshqa qaytarilmaydi. Odamlarga yo'lda qoida bilan yurishini, bunaqa ishlarga hech aralashmaslik, urushmasdan to'g'ri yurishini xohlayman. Ozgina shu yo'l talashib qoldik aka bilan. Tirbandlikda ro'y berib qoldi. Endi hamma asabiy. Shunga ozgina o'sha tushuntirish maqsadida men tushundim. Shu ozgina oyog'im toyib ketganda qo'llari bilan ushlaganlari keyin ajratishganligi o'sha joyi tushib qolgan endi. Ajratishganda ham masalan u yoq o'tib ketgandan keyin men o'zlarini chaqirib shu joyini ko'rsatib, men o'tib ketmasam bo'lmasdi aka, qisilib qolardim yerdan deb to'g'ri tushuntirib o'zlariga, keyin o'sha men og'aynimni qarindoshi bo'lib chiqdilar, gaplashib ozgina qolib, beshlashib keyin ketganmiz. Oqibati og'ir bo'lar ekan. Endi og'ir bo'ladi, qanaqa o'ziga og'ir qilar ekan. Iloji bor bo'lsa umuman tushib gaplashib, unaqa janjallashdan yiroq bo'lib turish kerak ekan. Qilgan ishimizdan pushaymonmiz. Ushbu holat yuzasidan fuqarolarning shaxsiga aniqlik kiritildi hamda ushbu fuqarolarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasiga asosan hujjatlar rasmiylashtirildi va Shayxontohur tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudiga yuborildi. Ushbu fuqarolarga nisbatan jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudi tomonidan ma'muriy qamoq jazosi qo'llanildi. Hurmatli yo'lovchilar hamda haydovchilar, harakatlanish chog'ida har doim yo'l harakati qoidalariga amal qiling. Vaqtinchalik qiziqqonlik sababli butun hayotingizni barbod qilmang. Ogoh bo'ling.